Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchilar, biz Lion santexnika jamoasi navbatdagi отопление ishlarini bajaryapmiz. Farg'ona kotyolimiz zapravishniy. Kechqurun 4da 30 kilo ko'mir zapravka qilganmiz. Mana hozir gradus 70 gradus ushlab turibdi. Xo'p, mana yarmini yoqqan. Xudo xolasa 1 sotkaga yetadi. 15 kilovatli kotyol. Zakritый 4 listda yasalgan, горячий listlar bilan. Utuplenniy variantini tashqariga qo'ysa bo'laveradi. Sistemamiz zakritый yopiq sistema deydi. Bitta nasos Eko kompaniyasini chastotniy nasos deydi mana. 10 watt yeb turibdi hozir. 6 ta radiatorda aylantiryapti hozir. 5 ta xonamiz. Mana bu yerda hozir дополнительный yana qo'shamiz. Bitta turbani mana kovlab olib borib дополнительный hozir mana bitta. Xo'p, oshxona, yana bitta xona, dushni qo'shamiz. Общий 9 ta radiator bo'ladi shunda. Shunda hozir mana mehmonxona, bitta ayvon deyiladi. Spalniy, yana bitta mehmonxona, burchakda yana bitta spalniy, dushovoy bor. Hozircha mana shu 7 ta radiator 5 ta xonani isitayapti. Doполнительный yana 3 ta xonani bemalol isitadi, xudo xolasa.